Salom bolajonlar, bugungi ertagimiz ona cho'chqa va 3 cho'chqacha haqida. Demak, boshladik. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosing va obuna bo'ling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'rmonlarning bir chekkasida bir mehribon ona cho'chqa va uning 3 aka-uka bolalari yashar ekan. Ular bir-biriga juda mehribon, aqlli, mehnatkash bo'lishga harakat qiluvchi bolalar ekan. Bir kuni onasi ularga dedi: "Bolalarim, endi katta bo'ldinglar. O'z uyingizni qurib, mustaqil yashashni o'rganadigan paytinglar keldi. Kim qanday uy qursa, o'sha uyda yashaydi. Mehnat qilgan odamning uyi mustahkam bo'ladi." Aka-ukalar onalariga rozi bo'lib, yo'lga tushibdi. Eng kichik cho'chqacha o'yin-kulguni yaxshi ko'rar. Ishga unchalik shoshilmas ekan. U somon yig'ib, juda tezda bir kichik uy qurdi. O'zi esa, tayyor bo'lib qoldi-ku, endi koptok o'ynayman, deb shodlanib ketdi. Lekin somon uy juda yengil edi. Shamolda ham tebranib turardi. O'rtancha cho'chqacha somondan biroz mustahkamroq narsa kerak deb o'ylabdi va yog'ochlardan uy quribdi. U ham tezroq o'yin qilishni istardi. Shuning uchun uyni juda puxta qilmay qurdi. "Mana yetadi", deb u ham shoshma-shosharlik qildi. Cho'chqachalarning eng kattasi aqlli va mehnatkori edi. U shoshilmadi. G'ishtlar terdi, devor ko'tardi, sement qotishini kutdi. Uzoq ishladi, charchadi, lekin nihoyat mustahkam g'isht uyini qurib bo'ldi. Mehnat qilgan odamning uyi mustahkam bo'ladi deb quvondi. Bir kun o'rmon tomondan bir ayyor bo'ri kelibdi. U avval somon uy oldiga borib, "Ey kichkina cho'chqacha, chiq", debdi. "Yo'q, chiqmayman", debdi. Cho'chqacha qo'rqib, bo'ri puflab yuboribdi. Somon uy ichib ketibdi. Cho'chqacha yugurib, o'rtancha cho'chqachaning yog'och uyiga kirib olibdi. Bo'ri yog'och uy oldiga kelib, "Ikkalang ham chiq", debdi. "Yo'q, chiqmaymiz", debdi aka-ukalar. Bo'ri kuch bilan puflabdi. Yog'och uy ham qulab tushibdi. Ikkala cho'chqacha yugurib, katta akaning g'isht uyiga kirib olibdi. Bo'ri g'isht uy oldiga kelib, hamma kuchi bilan puflabdi. Lekin g'isht uy 1 millimetr ham qimirlamabdi. Bo'ri battar qizarib, asabiylashibdi. Oxiri u mo'ridan tushib, cho'chqalarni qo'rqitmoqchi bo'libdi. Lekin aka-ukalar buni sezib, qozonda suvni qizdirib qo'yishibdi. Bo'ri mo'ridan tushganda esa oyog'i qizib ketib, baqirib, yugurib chiqib ketibdi. U shundan so'ng o'rmondan uzoq ketib qolibdi. Aka-uka cho'chqalar esa g'isht uyda xotirjam va baxtli yashay boshlabdilar. Bolajonlar, bu ertak bizga shuni o'rgatadiki, shoshqaloqlik foyda bermaydi. Puxta mehnat qilgan insonning ishi mustahkam bo'ladi. Aka-ukalik esa aqllik kuchdir. Shu tariqa 3 aka-uka cho'chqacha mehnatning qadriga yetibdi va mustahkam uyda tinch totuv yashashni o'rganibdi. Bir bor ekan ona cho'chqa va bolalari bor ekan. Ular kichkina lekin aqli va shod ekan. Bugun erta aytamiz, tingla diqqat bilan. 3 cho'chqachaning sarguzashtini kuzatamiz. Cho'chqachalar, cho'chqachalar, uylar turli lekin birga yashaymiz. Cho'chqachalar, cho'chqachalar, shodlik bilan kunni boshlaymiz.
boshlaymiz.